oldi deganda o'sha odam shu yerlarga kelib birov sotib olib pul bo'lib xurmoni daraxtida xurmo teratsa pastda ikkita yahudiy haligi payg'ambar ketdimish falonmish butun deb gapirsa bunaqa xurmo tepasidan yiqilib tushgan ekan u ish bo'lmagan u kelishini kutib yotgan yiqilib tushib juda yaxshilarni borgan ekan yahudiylar oldiga surishtirib boshqalardan surishtirib rasulullohni oldiga borib o'sha ustoz aytgan ekan bu payg'ambar sadaqa olmaydi ehsonni olaveradi deb birinchi kuni mana xurmosidan bir hovuch olib borib mana sadaqa degan edi olib berib turib yemagan ikkinchi kuni yana olib borib bu ehson degan edi hadya desa rasululloh o'zi ham yegan edi payg'ambar ikkinchi alomatini aytgan ekan orqasida payg'ambarlik bu nubuvvati bo'ladi payg'ambarni orqasiga o'tib payg'ambarni yo'q payg'ambar ham payg'ambarku haligi nima maqsadda nima qilib turganini bilib salmoni boshi tomonga aylanadi shoshilmasalar yotsa ko'rib turib siz payg'ambar ekansiz iymon keltirib kichkina shoshil odam bo'lgan bir kun salmon deyapti xo'jayiningga mukotab degani qo'liga xat yozib beradi shuncha pul topib kelsang sen ozodsan degan mukotab deydi arabcha mukotab odam mukotab degan kim xo'jayiningdan mukotab kelmaysanmi biz seni ozod qiladi deydi meni xo'jayinim juda pastkash u degan ekan ayniqsa ozod qilamiz deganlaringni eshitib qolsa unamaydi degan ekan sen borib aytor degan ekan borib aytsa bo'pti degan ekan 300 ta xurmo ekib berasan 300 ta xurmo 300 ta xurmong meva solgandan keyin ketasan degan ekan bu birinchi shartim ikkinchi shartim 40 kun qiyamni ben pulni olib kelasan falon nima degan ekan bo'pti degan ekan keyin rasulullohga kelib aytdim u pastga xo'jayinimga falonchi uya deyapti rasululloh bo'ldi degan ekan sen o'sha yerga aytgan joyiga boq qilaman degan joyiga 300 ta chuqurni ko'ylab qo'yor biz ekib beramiz o'zimiz sahobalarga Salmon Forsiyni bo'ynini qilmaydi hozir qilaymizmi degan ekan qilamiz kimcha qancha xurmo bo'ladigan bo'lsa kim qanchaga qodir bo'lsa xurmo ko'chatini olib kelsin degan ekan 300 ta yig'ilgan ekan olib kelishib rasululloh muborak qo'llari bilan ekib uchadi ekib ko'mdirib nima qilib o'zi mana orqalangda xurmo yosh xurmo qarab qo'yinglar ana shu 6 yil 7 yilda xurmo qilsa rasululloh ekib bergan xurmo yana yilcha yiqilavergan edi tushundingmi keyin rasululloh bitta mana shu tuxumdek keladigan pullarni berib Salmon degan ekan mana shu pullarni borib xo'jayiningga bo'lib beraver degan ekan rasululloh bu nima bo'ladi bu shunday pullar meni xo'jayinim falonchi pullar deyapti desa sen men aytganimda bo'lib beraver degan ekan keyinchalik Salmon haligi pullarni bo'lib beraverdim qarzimdan uzilib o'zimga o'shanda nima pullar qolib ketdi deydi xudo o'z mo'jizasi haligi xudo pullarga nima berib qo'ydi mana shu xurmo o'sha rasululloh degan hadislarda kelgan Salmon Farsi ekib bergan xurmo shu nima Salmon Farsining bog'i bor shunaqa bog'lar chunki bizni diyorlarimizda yo'q xurmoni masala erkagi ayollarni odam teskarisi deyishibdi odam ayollar chiroyli bo'ladi erkaklar xunuk bo'ladi bularni erkagi chiroyli o chachilib turgan xunuklari orqa tomonda ayollari bular chachistirish uchun kerak bo'ladi xolos bu ayollar erkaklari mana chiroyli nima bo'ladi sizlar ozgina kech qoldilaring ana shu mevasi ana turibdi o'rtada nima o'rtada chiqqan mevasi yoyilib pastga tushadi choy hammaga yetdimi choy tur Anaqa bo'lish kerak. Makkaga borganda ko'rasizlar. Bu odamlar million oqib o'tadigan joyda aptekalar bor. Hali aptekachilar pashaqor o'tiradi. Pashaqor. Bular bizda shunday nimaga berilib ketdikki, meditsina, ximikatga.
Bizi tumanda biz yonimizda 12 ta apteka bor. Ertalab 8 million 9 ta orasiga kirsangiz, o'chirsiz narsa ola olmaysiz. O'chirsiz narsa. Bu yemak katta olmasdan mana shunda ham ro'zg'orimizda qonunlarni halaqasi retseptiga shuni kirgizish kerak. Menyoga kirgizish kerak. Shunda bo'lishi kerak. Ya'ni o'zimizda ham arzonmiz. Olib olib qo'yib, bundan so'ng ikkita beraversalar, shunda nima bor? Butun vitamin Xurmo bog'ida sayr. Xurmo bog'iga kelganmiz. Hozir ichib olamiz, keyin magazinga kiramiz. Qo'limizda. So'y, emas. Xurmo qana olamiz, hozircha.